Hop, O'zbekiston tarixidagi birinchi to'liq metrajli film bilan barcha O'zbekiston xalqini tabriklagan bo'lardim. Juda ajoyib loyiha bo'ldi. Men shu o'rinda yosh bolalar kontentni rivojlantirish markaziga, Jahongir akaga alohida rahmat aytgan bo'lardim. Ularning tashabbusi bilan, ya'ni umumiy qo'llab-quvvatlovlar bilan bu loyihani odamlar ko'ra olyapti. Ya'ni bugungi agentlik, ya'ni bolalar kontentni rivojlantirish agentligini qo'llab-quvvatlovi jamoaga juda katta ruhiyat bergan. Qo'llab-quvvatlash har doim eng vaqtida, o'z vaqtida paydo bo'lgan qo'llab-quvvatlov deb hisoblayman. Va istardimki, bolalar bilan albatta bu filmga tushinglar, ko'ringlar. Bu birinchi multfilm. Bilaman, nasib qilsa bundan ham yaxshiroq bo'lib, bundanda qiziqarli tarzda biz multfilmni bardavom qilishga harakat qilamiz va shu o'rinda bu jamoaga alohida rahmat aytgan bo'lardimki, zavqli joyi bolalarga qarsak choldirish eng qiyin ishlardan biri hisoblanadi. Hali multfilm tugamasdan avval 4-5 marta to'xtovsiz qarsaklar bo'ldi. Ijodiy jamoani eng xursand qilgan narsa shu bo'ldi. Ya'ni haqiqatan bo'ldi qarsak cholyapti, hamma xursand bo'ldi. Bu o'zgacha zavq. Biz ijodkor aqli uchun bunaqa multfilmni bardavom bo'lishini qaysidir ma'noda so'rab qolamiz va sizlarga buni qaysidir ma'noda mas'uliyat qilib yuklab qo'yamiz, rozi bo'lsanglar. Xo'p, rahmat sizlarga katta.